Bugun sizlar uchun yumshoq, ajoyib retsept bilan keldim. Idishimizga tuxum chaqib, qo'l kuydirmas darajada sut solib aralashtirib, chayni soda, tuz va elangan un solib, yaxshilab kumuchkalar ketguncha aralashtiramiz. Mayin bo'lishi uchun elakdan suyuq massamizni o'tkazib olamiz. Oxirida yog' solib, yaxshilab aralashtiramiz. Skоворodkamizga bir tomchi yog'ni faqatgina birinchisi uchun surtib olamiz. Cho'michda videoda ko'rsatilgandek qilib qo'yib, aylantirib pishirib olamiz. Shunaqa chiroyli teshichalar hosil bo'ladi. Hamma bilinchiklarni pishirib olib, xohlagan nachinkangizni xohishga ko'ra tayyorlab olasiz. Menda go'sht piyozni qovurib oldim, kartoshka pyure solib, bilinchiklarimizga videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab chiqdim. Hammasini shu ketma-ketlikda o'rab olamiz. Uydagilarimiz uchun chiroyli likopchalarga solib, dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha!